Ozish uchun oshqozonim kestirganimga rovno 3 oy bo'ldi va bu videoda man sizlarga plyus-minuslar va qancha vez tashlaganimni ko'rsataman. Hozir ekranda meni do holatim, ya'ni operatsiyadan 1 kun o'tgandan keyin holatimni ko'ryapsizlar. Bu esa hozir farqi bormi? Necha kilo bo'lganimni video oxirida ko'rsataman. Siz esa meni boshqa operatsiya haqidagi videolarimni ko'rib chiqib, menga qo'shilib oling. Oshqozon kestirib ozishi minus tomonlari ko'p, lekin to'g'risini aytaman, natijani ko'rgandan keyin hamma qiyinchiliklar esimdan chiqib ketyapti. Ya'ni arziydi. Operatsiyadan keyin ko'pchilik so'raydigan savoli, og'rimayaptimi, qiynalmayapsizmi deyshadi. Lekin fizik og'riqlardan ko'ra moralniy stress qiyinroq bo'ladi. Ya'ni ovqat yeb, ichib, maza qilib rohatlana olmaysiz уже. Endi fizik muammolarga keladigan bo'lsak, birinchi haftasida og'riqlar bo'ladi, o'tiz og'riydi baribir. Keyinchalik esa bosh og'rig'i qo'shilar ekan, har ovqatlanganimdan keyin yarim soat boshim og'riydi. Har kuni ertalab pampeza dorisini ichaman, uni ichmasam ko'nglim ayniydi, jig'ildonim qaynaydi bir xillari. Undan tashqari dori ichgan taqdirda ham agar ortiqcha og'ir yoki yog'li yoki juda shirin narsa yevoradigan bo'lsam, unda ham mazam qochadi. Ya'ni qanaqa xuddi bo'kib narsa yegandek bo'lib qolaman. Lekin shuncha qiyinchilikka qaramasdan, men qildirganimga afsuslamayman, chunki orzuyim bo'lgan 59.9 raqamni tarozida bugun ko'rganim uchun juda ham xursandman. Agar o'z yaqinlarim, misol uchun onam, opam operatsiya qildiraymi mana sizlar deb so'rashganda, to'xtab turinglar, hatto 1 yil o'tsin degan bo'lardim. Operatsiya qildirganlar sizlar nima deysizlar? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar.